Assalomu qadrli YouTube tomoshabinlari, chorvamoq qo'shqozlari. Bugungi video rolikda Andijon viloyati Bo'ston tumani Zavra mahallasida joylashgan o'zimizning xonadonimizga olib boramiz. Bugungi video rolikda mana shu zagon holatida boqayotgan buqalarimiz bor. Bularda bir qator o'zgarishlarini ko'rsatib o'taman, baho berasizlar. Bularga nima berib boqayapmiz? Ko'rishingiz mumkin buqalarimiz. Bu buqalarimizga ertalab bitta somon beramiz. Shu 6 ta buqachaga bitta somon beramiz. Bitta somon berib 30 litr barda atala quyib beramiz shu idishiga, somonining ustiga. Buqalar ishtahasi juda yaxshi, ko'z tegmasin. Berganimizdan yarim soat uzog'i 1 soatda oxirlarini tozalab chiroyli qilib yeb qo'yadi. 30 litr atalasini shu 6 ta buqaga bitta somon press ustiga quyib beramiz. Kunlik rasxodlarni hisoblab chiqamiz endi bularni ham. Nech puldan yeyapti. Hop. Bitta somon o'rtacha 6000 so'mdan kelib tushyapti hozir uyimizga. Bitta somon 6000 bo'lsa 30 litr atalasi bir mahaliga 30 litr atalasi 4000 so'mdan 400 so'mdan 1 litri, 30 litri 12000, 60 litri 24000 so'm. Bitta presi bilan 6000 so'mlik presi bilan 30000 so'm barda atalar bilan presga ketyapti bularga bir kuniga. Va bularga mana bu bug'doy yormadan, ya'ni serion deydimi? Menimcha adashmasam ko'p joyda serion desa kerak bu nomini. Mana bug'doy yormadan beryapmiz. Mana shu holatda. Bir mahaliga 3 kilodan beryapmiz, 2 mahaliga 6 kilo ketadi ularga. Bu bug'doy yormasi bizga 3,5 so'mga mana shu holatda tayyor bo'lib keldi. 6 kilosi 21000 so'm bo'ladi buni. 3,5 so'mdan. Hop. Bu yerdagi 50000 so'm bilan 30000 so'm bilan kuniga kunlik rasxodi bizga 51000 so'mdan tushyapti. 50000 so'm deganda ham har bir buqaniki 10000 so'mga bormaydi. Kunlik yeyotgan narsasi. 30 kunga 300,000 so'mga borib bormaydi-da bularni. 260-270 ming so'm atrofida bo'lyapti. Buqalar o'zgarishlari juda yaxshi bo'lyapti. Mana bu buqa ham junlari to'kilib, yaltirab qo'ygan. Bu ikkala katta buqalar mana ko'rishingiz mumkin. Junlar to'kilib, yaltirab qo'ygan. Hozir bitta mana shu buqamiz qoldi. Endi bu ham tulashni boshladi. Tulayapti mana. Ularga hozir buni to'kib beramiz, bug'doy yormani. Yeyishini ko'rasizlar. To'kib berdim. Bug'doy yormani ham. Ishtahalari ko'z yemasin, zagon holatda boqsa, ishtahasi juda yaxshi bo'lar ekan. Menga shunisi yoqdi. Qarash ham juda oson. Bu yerda idishi bor, suv quyish uchun. Idishiga mana ko'rishingiz mumkin. Mana. Idishiga suvni quyib qo'yamiz. Aylanib yurib, suvini ichib, shu yerda ozuqasini yeb yuraveradi. Bu buqalarni bu holatda baqsanglar yaxshi tomoni, davlat ishida ishlaydigan odamlar ham ertalab keladi. 10 minut qo'yib ketadi.
kech payt keladi, yana yemini o'tini tashlab 10-15 minutda idishiga suvini quyib qo'ysa, yeb yotaverar ekan. Men e'tibor talab kam bo'lar ekan. Kam e'tibor qilsanglar ham bo'lar ekan bularga. Chunki ko'p vaqt ketmaydi ekan qarashga. Mana shu holatda bo'lsa. Buqalarni mana yosh buqachalar o'zgarishi ham yaxshi bo'lar ekan. Yaltirab ketdi mana. Olib kelgan paytimizda bu buqachalar bunga o'xshab junlari ko'p bo'lib hurpayib turardi. Bitta mana shunisi qoldi. Endi tulasa bunisi ham chiroyli bo'ladi, xudo xolasa. Bular bo'lsa mana hammasi yaltirab chiroyli bo'lib. Angusta deb ism qo'yganman bunga. Endi balkim angustxona bordir bunda ham. Ammo juda ko'p yedi, ishtahasi ko'z tegmasin. Zo'r buni ham. Nima bersa yeyaveradi anguschamiz. Ko'z tegmasin. Bo'ylari 1.10-1.15lar chiqib qolsa kerak menimcha hozir buni bo'yi. Mana sariq ham shu 1.15 chiqsa kerak. Bu sariq buqamiz narigi qoraga nisbatan ozgina bo'yi balandroq. Bunisi bemalol 1.15 chiqsa kerak, adashmasam. Buqalar mana shu holatda yengil kam yem berib boqib boryapmiz. Nasib bo'lsa endi ularni endi kech kuzgami yoki erta bahorgami yemlamoqchimiz. Menimcha bu qashqa bilan narigi anguschamizni xudo xolasa oktyabr-noyabrlarda yemlab olsak ham bo'lsa kerak. Ungacha katta bo'lsa kerak ancha. Mana shu holatda boqsanglar, boqish ham juda oson bo'lar ekan, rasxodlari ham juda kam bo'lar ekan, o'zgarishi ham yaxshi ekan yosh buqachalarga. Videoda xato va kamchiliklar bo'lsa, uzr so'raymiz. Videolarimizni kuzatib boringlar. Xudo xolasa ularning o'zgarishlarini qo'yib boramiz. Boqish ratsionlarimizni kimgadir manfaatli bo'lsa, biz shundan xursandmiz. Rahmat katta.